Bunaqa ishlarni ommaga yoki ko'pchilik yetib borishi uchun bitta klass yoki Alloh yordam bersin kommentariyasi yoki story repost qilishligingiz sizni ham shu ishga juda katta hissasini qo'shganingiz barobar bo'ladi inshaalloh. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz asli yoshimiz juda kichkina, lekin kimgadir nasihat qilishlikka yoki kimgadir bir narsani maslahat berishlikka ancha yoshmiz. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eslatinglar, eslatishlik mo'minlarga foyda degan bir hadis mazmunlariga amal qilgan holatda bir narsani eslatmoqchimiz. Bugun bu xonadonda o'zi videolarni olib, opani, bolajonlarning xabarini olib, endi chiqib ketish arafasida Omonullo akamga menga bir narsa kelib qoluvdi, aka keling shuni video qilib xalqqa bir murojaat qilaylik degan maqsadda videoga olyapmiz, birodarlar. Xabaringlar bor, shu yaqin 1-2 oyda ichida biz Elchun jamoasi ko'plagan emas, balkim 5-6 tagina xonadonning xabarini olib, ularning holidan, sog' salomatligidan, xonadonidan, bolajonlaridan bir ko'ngil so'ragan bo'ldik. Bizni ham o'zi asli birodarlar vositachimiz xolos bilasizlar. Sizlardan kelgan biron bir moddiyat yoki biron bir oziq-ovqat yetkazadigan o'rtadagi vositachi va xizmatchimiz. Ya'ni shularning xabarini oldik. Alhamdulillah, Allohga ming qatla shukrlar bo'lsin. Bu xabar olishlar asnosida bugun yana bitta isboti, bundan avvalgi kun bir isbotiki, bizdan keyin biz chiqargan videolardan keyin bu xonadonlar biz sababmi, balki videolar sababmi, bizdan keyingi ham xursandchiliklari davom etib kelyapti ekan. Bunga bugun ham guvoh bo'ldik. Inshaalloh bundan avvalgi videoda ko'rdinglar. Ya'ni qisqa qilaman, kelib bularni bizdan keyingi holatlarini ko'rib ko'zlar quvonadi. Bunga sizlar sababchisizlar. Bir qancha ayollarni misolida keltiramiz. Kelib shu xonadonlarga yordam berib, holidan xabar olib, xizmatingiz bormi deb xizmatlarni qilib, mana hattoki kelib o'quvchilar, bosh o'qituvchilari bilan birga xonadonda yerlarini chopib, undan avvalgi videomizda bir ayol yolg'iz yashardi, xonadoniga ham borib anchalagan hashar ishlarini bajarishibdi. Birodarlar, barchalardan Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. O'zi bunaqa kunga hech kimni Alloh taolo boshiga solmasligini duo qilamiz. Agar solgan holatida ham yolg'iz qo'ymasligini Alloh taolodan so'raymiz. Mahalla-ko'y ba'zida bilmay qolamiz ekan, bizni o'zimiz qo'shnimiz shunaqa holat tushib qolar ekan, qavmi qarindoshlar ba'zida bilmay qoladi shunaqa holatlarga. Lekin alhamdulillah bir minnat qatorida hisoblamasanglar, bizdaqa bir fondlar sabab, bizdaqa insonlar sabab shunaqa xonadonlar Alloh taolo sizlarga ko'rsatishlik sababi bilan chiroyli, go'zal va farzandlarning xursand holatdaligini ko'rib, Alloh taologa ming va ming qatla shukr deymiz. Shunaqa videolarga bee'tibor bo'lmasdan, shunaqa xizmatlarda e'lon qilganda labbay deb biz bilan birga bo'lganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Biz Elchun jamoasi yana takroran aytamiz birodarlar, vositachi xolos. Sizlar bilan biz juda ham katta bir kuchmiz. Bizning maqsadimiz nafaqat bizning shahrimizda, balki butun musulmonlarning diyorlarida shunday qiynalgan muhtoj oilalarni kamayishligini Alloh taolodan so'raymiz. Agar shunday holat tushsa ham ularning yonida doim bizdaqa va sizdaqa yordamchilar bo'lishligini ham Alloh taolodan so'raymiz. Bee'tibor bo'lmaysizlar, befarq bo'lmaysizlar. Shunaqa murojaatlar chiqar ekan labbay deb bitta klassmi yoki kommentariyami yoki shu video jo'natish bilan ham xizmat qilib ajr mukofotga ega bo'lishlik sizni qo'lingizda, imkoniyatingiz bor birodar. Biz Elchun jamoasi doim va doim siz bilan birga, biz bilan birga bo'ling. Alloh taolo barchalaringlarni qilgan ehson va bergan pullaringlarni oilalariga baraka qilib qaytarsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.